Navbatdagi sanuzelimiz tayyor bo'ldi. Qilingan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Spanning ichidagi alohida sanuzel bo'ldi. 62/20 keramin grantlidan chiqarib berganmiz. Devorlariga glansli, poliga matviy qilib berganmiz. Shudan kiraverishimiz, atko'slar hammasi 45 ta, chokaga germetичный fuga, bazasiga общий fonga сухой fuga urganmiz rangli. Bu atkos ham 45 ta. Shudan kirganimizda to'g'rida bitta unitaz, sushovka, rozetka uchun joylar, bu yerda podsvetkali oynalar, takoy umumanlik bo'ladi va bu yerda mana dushovый zonamiz ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ikkita polka qilib berganmiz. O'zining kafillardan burchaklariga fugali surtashlangan, germetичный qilib. Xo'p, e'tibor tortadigan tomon bu yerda dushovый zonaga bordyur bermaganmiz. Kafilni o'zini sindirib, bez bordyurni chiroyli uklovlar bilan chiqarib berganmiz. Skriti traplarni qo'yib, mana shu o'zidan o'zi ko'rinib turibdi. Takoy uklovlari bo'lib, mana burchaklarigacha mushnik kelgan. Chokaga ham bu yerga germetичный fuga urganmiz. Xudo xolisa biz xizmatdamiz. Kafil bo'yicha qanaqa savollar bo'lsa va kafil xizmatlari bo'lsa bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin.